İtot amalga oshmagan arzu. Sahnimizda Abdukarim Ablis, Yalqin Qurbon. Siz kim bo'lasiz? Men hech kim emas, o'zim. Bu yerda nima ish qilyapsiz? Ya, men yo'ldimda ketib qolgandim, qarasam siz qo'lingizni bundoq qilib ketasiz, ichida nima bor deb qarab boqdim. Buning ichida bir narsa yo'q. Biz kino ishlab turdik, ko'rinish ishlayapmiz-da. Men shu kino ishlaydiganlar, o'sha bir yotoq tutdi. O'sha ekan deb anglab, shuni izlab kelgandim, topolmadim qarang. Shu kino ishlaydiganlar sizlarmi? Biz shu. Yo'q, rejissyorni izlab kelganman. Shu siz izga rejissyor dal men bo'laman. Siz rejissyormi? Qanday? Rejissyor? Eklama qo'lingizda. Yo Alloh. Bu rejissyor qanday odamga deydim. Nayt shu bizning ishdan chapindan yanchi jigra qadam ekan. Qiziq gap qilyapsiz. Xo'sh. Meni izlab bir ishingiz bormi bitta? Ya boshqa ish yo'q. Sizlar yerda kino ishlayib turibdi. Mana ommaviy qo'shimcha rolga biz mana shu xalq ichida artistlar turibdi deb ona baq qiziqim uchunman. Shu men bir rol olib qolsa bir chiqib boqayim deb baq arzum bo'lmish kino chiqishga qarang. Biz bu yerda bir kino ishlab turibmiz, ras. Ancha-muncha xalq arasida ommaviy rollarga taklif qilib ishlatdik. Hamda hozir rol tugadi. Keyin sizni taklif qilamiz. Yo'q, mana bu bo'lsa endi tugadi deb turibman. Qarasam siz toza rolga bo'lishi ba qarang. Bir saqchining roli bor. Ammo bu saqchi sizning bu chechingiz nayta mas keldi ekan. Ya aldirbatga esimda kuna qoldim. Mush usqonlaringiz, badan qurilishingiz alamat tushdi ekan. Rahmat. Lekin rahmat. Bu chiroyingiz toza mas kelmaydi ekan. Qiziq gap qilganingiz rejissyor, bu chechin bilan bo'yamchi chiroy mas kelmas deymiz, ha? Qarang, mas saqchining obrazi ijobiy personajning obrazi. Mas sizning chiroyingiz salbiy personajning obrazi ekan. Toza mas kelmaydi ekan. Mening chiroyimni salbiy desak, sizniki nima deymiz rejissyor? Voy, men degan rejissyor olib chiqmayman. Ha, bo'pti, sizlar tanishib o'taman shu rol o'zimdami? O'ynab boqaycha, tushunmi meni? Qarab, o'ylab turgan jonga. Tuz turing, ta o'rlang. Yana bir rol o'ynab boqansiz. Nima rol bu? Haliqqa mashinchining roli. Hali uzr rolmi ya be? Deb o'ylab turgan rol. Voy, alaydi rol avomida qarsam sizlar aytib, mas keldi ekansiz, o'ynab boqamsiz? Mayli, agar uzroq bo'lsa o'ynagan. Uzun. Unda bo'lsa bunday qilib qarang. Men o'sha yerda qarab turay. Siz o'zingizni men ashu mashinada paras qilib, mashin ishxonada qanday ishlar shug'ullandi. Bir itot o'ynab boqing. Bir minutda qisqa qilib, ko'rib boqayman. Men hozir o'sha itot o'ynab beraman-da. Mashinachiniki nima? Unda siz men mashinchi biramsiz? Men? Men qanday mashinchiman? Yo'q, endi men mashinchining rolini o'ynagandan keyin siz bir xarid olib mashinchi bermamsiz? Kiyim tutuklik kelgan bu. Ma'qul. Yaxshi, bunda qilaylik. İtotni yaxshi qilish uchun men mashinchi rol o'ynagandan keyin siz menga cho'kan rol o'ynab bering. Hadi katta qiziq ekan. Bo'ldi. Meni avar qilmay o'zingiz o'ynayvering. Rejissyor bu mashinchi bermisiz? Bir kallamga itot qanday o'ynayman? Voy, fikam voy. Men bir act tursam qanday cho'kan bo'laman sizga? Siz rejissyor bo'lganda qamishtirib olasiz unchalik ishni. Astagfirullah. Ma'qul. O'ynaymiz. Boshlaylik, Ma'qul. Unda bo'lsa sizni qarang, rejissyor bir chiroyliroq odamni ko'z chiqarib cho'kan bilasiz shuni. Voy, fikam-voy, siz meni vaqo 18 yoshli chiroyli boqmoq qizlarga paras qilib itotni o'ynayvering, ha? Yaxshilab deb ketdik, bo'ldimi? Paras qilay desam, mo'g'o sizning chiroyingiz 60 yosh qarxotundaglik qilib turdi. Astagfirullah. O'yligingiz bammaronni yo'qmi? Baba, sizga gaplashmang. Mening vaqtim qisqachib bo'ladi. Ma'qul. Boshlamda? Boshlaylik. Tayyorlik qilaman. Boshla deb qo'ying, ha? Tayyorlik bitdimi yo? Bitdi. Boshlandi.
To'xtab turing. Ha. Mashina jipni o'tkazmaysan mantaqa. Ha, bu. Voy, bo'l. Voy, men qo'lim titrayapman, turmadim. Voy, bu yerda mashina yo'q, mana qilsangiz bo'lmadimi? Sta. Jip yonda o'tib ketib boraman. Ba. Başladık. Boshlaylik. Ha. Başlandı. Shaldir, chiqir, shaldir, chiqir. Assalomu alaykum usta. Kaslar. Keldik. Ne sizde bunda qopal cho'kan assalomu alaykum deb kirdim. Bunda qopallik qilsangiz hamma maydo sizni. Voy. Bunda bir chiroyli kirmamsiz bunda. Assalom usta deb kirdim. Allah. Usta geldi de. Ha, doktor. Bak kapama. Ben size assalam usta deb söyledim. Falan oynamam orada. Ha, ma'qul. Gitmez motorlu ekan. Başlandık. Boshlaylik. Başlandı. Shaldir, chiqir, shaldir. Assalam usta. Kaslar, kap qoplig'i. Geldik. Xo'sh. Ishxonaga kirlar, ishxonaga. Voy, ishxonaga. Qani, marhamat. Do'konga. Xo'shxonam kap qoplar. O'zingizga qarashtirib tushib. Xotirjam bosqinim, har qanday hojat o'z chiqimizg'o. Bir rafaqat qil ustam. O'sha o'zlarining nomlari aytilishim. Bir yarashtirib, bir lip tikpaslar. O'sha do'stishlardan laptashdi, kiyvasan degan. Xotirjam bo'lslar. Ammo ashu tashqi ochiq o'xshatib turishmaslar, xotirjam bo'lslar. Rahmat kaslar. Ana qo'ltiqimda. Kaslar. Mana. Rahmat kaslar. Voy. Ma, alaymat rahkim ma'va. Ustam. Nima bo'ldi xinam? Bu rahamas qol. Voy. Men taq limidi qiz duxoba akaga o'xshaydi deb turibdi. Ha, xo'sh. Ana xinam bir o'lchib olaymi? Ölçüvasın. Ma'qul. Haras, qanday kelar xinam bu ko'ylakni? Endi o'zlari ham nom bo'lgan ekan, o'zingiz bilib tikdirasiz. Ya, men bilib chiqirman, bu o'lchoqroq kiyimlar yo yipiqroqmi deyman-ku? Bu nima keldi ustam? Endi jamiyatimiz o'choqroq deganimiz qaysi xinam? Ma jamiyatimizda ba'zi qizlarimiz dumbi so'choq, mayda so'choq, kindik ochiq kiyimlar kiyyapti. Ular kiyimga shu iqoch qishtalli qoldi. Adamni xishliqi menga ustam. Endi shundami yamida uzroqmi deyman-ku, bunda debamiz buni. Padishah bilan bo'lsin. Ma'qul. Unda bo'lsa qo'lini tushirmaslar. Endi mishadrak bo'lsinmi yo medrak bo'lsinmi? Ustam. Xo'sh. Sal uzroq bo'lsin. Ha, ma'qul. O'lcholay xinam. O'lcholay. Nada qolgandi bu metr. Kar taliqi uzun qisqalqi dal kelsin ustam. Kasla. O'lcholay. Qo'lini ko'taslar. Inima. Xinam am o'zlaringda. Men sizni ustoyna bersa dedim, men naqshma jim tursa kerim. Ya Allah. O'tishlar. Jim tursa biraz. Ha. Jim. Ustam. Nima qilyapsizlar? Voy, nimanda bir jim turmaydigan ma cho'kan. Ha, ma'qul. O'lchib olsam bo'ladi-ku. Xinam. Tushsizlar, ma'qul xinam. Mushashrak bos bo'larmi? Mushta bos bo'larmi? Ha, ma'qul. Kelin qizlar. Ustam, nima qilyapsizlar? Xinam, laylatimi jim tursa, yo Allah, jim turmaydigan cho'kan kim bu? Jim tursa, jim. Ko'ynakni tikkizam, la ya. Voy, bo'lmamli deb. Ma'qul, mana.